bor maxsus uskunalar bilan biz uylarni germetiklik darajasini aniqlab beramiz. Bugun hozir Yunusoboddagi obyektimiz. Obyektda biz uy egalariga Germaniyaning Rehau oynarom ishlab chiqaruvchisi bo'lgan brendni taklif qilganmiz. Maxsus ularning energiya samaradorlik talablariga javob beradigan markasi bor. Bugun hozir ko'rib turganinglardek ikkita oynaromni biz texnik nazorat olib borib, energiya samaradorlik texnologiyalariga amal qilgan holda maxsus Germaniyaning proklima lentalarini ishlatgan holda nazoratimiz ostida mana montaj qildik. Ko'rib kuzatishda davom etinglar. Bu obyektda biz qanaqa qilib to'g'ri montaj qilish bo'yicha maxsus rolik tayyorlaymiz. Agar sizga ham shunday kompleks energiya samaradorlik talablariga javob beradigan xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Teplo Doktor jamoamizga murojaat qiling.